Men bitta qizim bo'lsin degandim-da aka. O'zingizda nima aka? Menda qiz. Voy qanday baxtlisiz aka. Yuqsin iloyim. Aka, mana shu qiz bo'lish uchun nima qilish kerak, ha? Endi qiz bo'lish uchun zaxda ko'proq o'tirishingiz kerak. Qovurilgan yog'li ovqatlar yemang. Pistovadan vobshe chaqmang, sizga mumkin emas. Keyin yog'siz qattiq ichib yuring. Diyetani mahkam ushlash kerak. Keyin uxlashdan oldin oyog'ingizni muzday vanday qilib yoting-da. O'zi sovuqligingiz oshib og'zingizdan suv keladi-da. Ana shu paytda qiz bo'ladi. Birodar, qiz bo'lish oson emas, uni licheniyasi qiyin uni. Davleningiz nechi? 120 ga 80. Ya, siz bu davleniya bilan qizli bo'lamisiz? Men masalan xotinim mana shu qizimga homilador bo'lishdan oldin davleniyam 70 ga 30 edi. Ozgina o'tirasan mayli, boshim aylanyapti-da.